Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanal obunachilari. Mana bugun kun sanasiga 21-yanvar 2026-yil. O'sha mashhur Islomjon Uz akamizning molxonalariga kelganmiz. Sotiladigan qiziqqonli va semental buqachalar bor ekan. Ishqozlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Necha oylik Islom aka bu? Mana kirib ketyapti. 2 oylikdan o'tgan, ha, o'limdan ponnisi chiqqan. Bir sherik ham bor, ha. Bizga qarab turibdi, yana. Mana sherik ekan, o'zi ko'rsatamiz. 2 mausdan ekan. Ishqozli bo'lsa aloqa chiqaverasizlar, sotiladi. Tashqariga olib chiqaylik shuni. Cho'q. Mana bir jup buqachamiz. Islom aka bo'ladiganlardan ekan, o'zi ham, ha. Shisha dahshatlar ekan. Kilosi bitta sigara ham katta bo'lgan. Kilosi bitta sigara ham katta bo'lgan buqachalardan. Quloqdagi nomerini aytib beramiz. Balda 2080 to'g'ri ekan bunisi. 2080. Nariga ketgan Mickey Mouse 2080 ekan. U ketib yordi aka Mickey Mouse. Kichkinasi ham bor. Ishqozlari bo'lsa, ana u yuribdi tashqarida ana. Islom aka, bularni yosh oyliklarni aytib o'tdik. Nech puldan nech pulgacha buzovingiz bor ekan, o ikkita kattalaringiz? Ko'sa 43 million so'm. 43 million so'mga jupiga herisi bor. Ha. Dastavka yo'q. Dastavka kelishamiz. Agar vodiy bo'lsa qilaveramiz, vodiy bo'ylab. Ha, vodiy bo'ylab bo'lsa dastavkani qilib beraverar ekanlar mana. Sigir, yangi sigir qo'shib olaman deydiganlar bo'lsa, u bir hafta 10 kunlik bo'lib qolgan biz o'tib. Nari kichkina. Ha. Bir hafta 10 kunlik buzov ham bor. 17 million so'mga dastavkasini qilaveramiz. 17 million so'mga xayrisi bor ekan kichkinani. 43 million so'm, 21,5 million so'mdan mashinani kami bor. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Shu Islomjon akamizda turibdi haqiqiy zo'rlardan. Mana bunida dog' bog'i yo'q. Narisi bittasi Mickey Mouse. Bittasini ko'zida Mickey Mouse bor ekan. Korobkalari kuchli ekan, Islom aka lekin. Korobkalari baquvvat. Hozircha sotiladiganlarni mana shu ikkita, uni bitta kichkina. Ichkaridagilar sotilmaydi, hozir ko'rganlaringizda mana shu 3 tasi sotiladi. Bir joyga bo'lsa aloqa chiqaverasizlar. 93lik 402 2229 a? 402 2229 93lik kodi bilan tezda aloqa chiqaverasizlar. O'pishim dahshat. O'tgan yil ham mana shunaqa paytda chiqarganmiz. O'tgan yil shunaqa paytda mana shu yangi tug'ilganlari 7,5 million, 8 million, 9 milliongacha bo'lgan bir oyliklari. Bu yilgi narxi qarayni, teppa-tengdan teng oshib ketdi. Mana shunaqa buzuvchilarni zo'rlari kelgan o'tgan yil ham. Yana Islom akamning bog'i mana shu yosh masalan sepib tashlaganlar bug'doylarni. Shu kichkinani ham ko'rsatib qo'yamiz. Ishqozlari bo'lsa 17 million so'm xayrisi bor ekan. Nomeri 099 ekan. Ammo kichkina tug'ilgan, ammo toza mana. Islom aka, bu ham buqacha dedi aytganchi Islom aka. Bu ham buqacha ekan. Ana Islom akamiz zagonlarni cho'tki qilib qo'ygan mana. Vahimalar qo'ygan Islom aka. Bemalol aloqa chiqib, tezda shoshilib kelaverasizlar.